xayrli kun. Biz Avstriyaning Aldrans degan posyolkasida o'tib boryapmiz. Juda ham bir antiqa manzaralarni ko'rsatmoqchiman. Mana bu manzarani qarang. Kimnidir tomorqasi, otlar parvarish qilingan, chiroyli. Qarang. Bu bir xo'jalikka tegishli bo'lsa kerak. Otlar haqida oldin ham lavha bergandim. Lekin bugun Avstriyadan ko'rsatyapman. Endi otni yaxshi tushunadiganlar bilsa kerak, darrov bu zoddor otlarni menga qarab kelyapti. Darrov ketmasam bo'lmaydi. Mana shunaqa chiroyli joylar, chiroyli qishloq. Havosini yetmaysizmi? Hozir yomg'ir yog'ib o'tdi va ancha tepalikka chiqib ketyapman. Endi esa quyosh chiqib turibdi.